Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Demak, sizlar bilan yechimlarni ko'rishda davom etamiz. 22-masalamiz x y natural sonlar uchun shu tenglik o'rinli bo'lsa, x plus y ning eng kichik qiymatini toping deyapti. Biz quyidagi ko'rinishga o'tib olamiz. Ya'ni x taqsim y barobar 1 butun, demak 243 minus 24 taqsim 900 deb olamiz buni. Soddalashtirgan bo'lsak 1 butun, demak bu yerda 243 dan ayiradigan bo'lsak 219 taqsim 900 bo'ladi. Berilgan kasrlar 3 ga qisqaradi. Natijada 1,73 taqsim 300 tenglikka ega bo'lamiz. Noto'g'ri kasrga aylantiradigan bo'lsak 373 taqsim bizda 300 degan tenglik hosil bo'lyapti. Bundan ko'rinadi bizga. Demak, x taqsim y imizning qiymati 373 taqsim 300 ga tengligini. Bu kasr albatta qisqarmas kasr, qisqarmas bo'lganligi uchun ham x plus y ning qiymati eng kichik chiqadi. Mana shu holatda 373 plusdan 300, ya'ni 673 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Demak, javobimiz D varianti. Navbatdagi masala hisoblang debdi. 0,1 ko'paytiramiz. Demak, bu yerda albatta 100 deb olishimiz mumkin. Teskari yozib olsak, plus 0,1 ko'paytiruv yana 100, plus 10 ko'paytiruv yana 10. Natijada 10 plus 100 barobar 120 hosil bo'ladi ekan. Bu bizga demak B javobni eslatadi. Mana misol o'lchamni kichikroq qilib qo'yamiz. Xo'p, demak navbatdagi masalamiz hisoblang deyapti. Demak, noto'g'ri kasrga aylantiradigan bo'lsak 2 plus 18 taqsim 99 ko'paytiruv 1 plus 2 taqsim davrida 9 plus demak 10 taqsim 3. Endi hisoblaydigan bo'lsak bizga ko'rinyapti. Mana 9 ga qisqartiramiz birinchi kasrda. 2 plus 2 taqsim 11 qoladi. Ko'paytiramiz, bu 11 taqsim 9 bo'ladi. Qo'shamiz, demak 10 taqsim 3. Hisoblaydigan bo'lsak yuqorida demak 24 taqsim 11 ko'paygan 11 taqsim 9 plusdan 10 taqsim 3. Ko'rinib turibdi, 8 taqsim 3 plus 10 taqsim 3 18 taqsim 3 ga teng bo'ladi. 18 taqsim 3imiz demak 6 ga teng degan javobni olishimiz mumkin ekan. Bu bizga D javob bo'ladi mana. Ana endi navbatdagi masalamiz quyidagi sonlardan nechtasi standart shaklga keltirilgan deyapti. Standart shakl ta'rifida biz bilamiz. Demak, qandaydir a ko'paygan 10 darajasi n deb yozadigan bo'lsak, demak 1 dan katta bo'lishi kerak a ning qiymati va albatta 10 dan kichik bo'lishi kerak deb qabul qilib olganmiz. Shunga ko'ra biz qaysilar to'g'ri deyishimiz mumkin. E'tibor beramiz. Mana 1,2 ko'paytiruv 10 + 3 degan yozuvimiz bizga berilgan qoidaga to'g'ri keladi. Xo'p, bu yerda 13 butun bo'lganligi uchun to'g'ri kelmaydi. 0 butun bo'lganligi uchun 1 dan kichik bo'lib qolgan. 127 10 dan katta bo'lib qolgan. To'g'ri kelmaydi shartimizga. Mana bu holat ham to'g'ri kelishi mumkin edi, lekin 10 darajasi -6 bo'lgan payti virgul bilan 2 orasiga 6 dan qo'yish kerak. Bu yerda 5 ta qo'yib ketgan. Shuning uchun bu ham to'g'ri emas. Va oxirgisi 1,24 10 - 4 degani 2 bilan virgul bilan 2 orasiga 4 ta 0 kirishi kerak. Mana 4 ta 0 kirgan. E'tibor beringizlar, bu yerda ham 10 - 4. Demak, bu ham to'g'ri. Natijada bizga ikkita standart shaklda to'g'ri ko'rsatilgan son tasvirlangan ekan. Xo'p, ana endi 26-masalaga qaraymiz. Bu yerda davriy kasrlar ustida amallar ketyapti. Demak, biz bularni quyidagicha yozib olamiz. 3 plus demak 83 minus 80 taqsim 90 bo'ladi. Xo'p, minus 4 minus bo'ladi albatta 125 minus 12 taqsim 900 bo'ladi. Plus 2 plus 57 minusdan 5 taqsim demak 90 bo'ladi. Xo'p, bizda butunlarimizdan faqat bir qolish ko'rinib turibdi. Endi kasrlarni hisoblaymiz. Bu yerda 75 taqsim 90 plus qo'shamiz 52 taqsim 90 ni va minusdan bo'ladi 123 taqsim 900. Mana endi hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda ko'rinib turibdi 1 plus suratlar qo'shilsa 127 taqsim 90 minus 123 taqsim 900. Xo'p, 1 plus
1 plus demak 1200 demak 70 ayiramiz 123 taqsim 900 bo'ladi ekan mana. Hisoblasak endi 1 plus suratimiz demak 1147 taqsim 900. Buni demak biz davriy kasr ko'rishga keltiradigan bo'lsak 2,28 davrida 5 ko'rinishda yozib olishimiz mumkin ekan. Demak bu C variantga to'g'ri keladi. Xo'p, 27-masalaga e'tibor beramiz. 27-masalamiz bizda hisoblang deyilyapti yana. Demak bizda bir xil bosqich amallari esa chapdan o'ngga ketma-ket bajarishimiz kerak. 1 taqsim 1 2 ga bo'lsak 1 taqsim 2, uni yana 3 ga bo'ladigan bo'lsak 1 taqsim 6 ga teng bo'ladi. Shu ifodaning qiymati. Plus demak 2 ni 4 ga bo'lsak yana 1 taqsim 2, 1 taqsim 2 ni 6 ga bo'lsak 1 taqsim 12 bo'ladi. Minus 1 taqsim 2 3 ni 6 ga bo'lsak 1 taqsim 2 ni 9 ga bo'lsak 1 taqsim 18 bo'ladi. Demak bu yerga umumiy maxraj albatta demak 36. 6 plus 3 minus 2. Demak 7 taqsim 36 degan javobni hosil qilamiz ekan. Bu bizga D javob bo'lib beradi. Xo'p, 28-masala. 28-masala ushbu ifoda qabul qilish mumkin bo'lgan eng katta va eng kichik qiymatlar ko'paytmasini toping debdi. Endi a taqsim b ifodani maksimal qiymatini topishimiz uchun bu yerda a bilan b natural son. Demak, maksimal qiymatga erishish uchun buni qiymati biz a ga maksimal darajada va b ga ham xuddi shunday minimal darajada qiymat olishimiz kerak. A ni eng katta qilib, B ni eng kichik qilishimiz kerak. A ni eng katta qilish yo'li natural sonlar bo'lsa 7 qo'yishimiz mumkin. B ga eng kichik qiymat bizda hozir demak 9 qo'yishimiz mumkin. Mana shunda A taqsim B ning maksimal qiymati bo'ladi bu. Ya'ni A taqsim B ning maksimal qiymati. A taqsim B ning minimal qiymatini topishimiz uchun A ni eng kichik tanlashimiz kerak 5, B ni eng katta tanlashimiz kerak. Bu yerda 14 natural. Demak bu minimal qiymat bo'ldi. Ana endi bularni ko'paytmasini so'ragan. Demak, desak, demak 7 taqsim 9 ga ko'paytiriladi 5 taqsim 14. 7 bilan 14 qisqarsa 5 taqsim 18 degan javob bo'ladi ekan. Bu bizga D varianti uchun. Navbatdagi masalamiz, demak hisoblang deyapti. Berilgan kasrni hisoblashimiz kerak. Kasrni hisoblashimiz uchun demak biz eng yuqoridan kelamiz. Demak, berilgan ifodaning qiymati, mana shu ifodaning qiymati, ya'ni 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Uni biz agar 1 taqsim 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 3 hosil bo'ladi. Natijada 1 plus 3 taqsim 1 taqsim 2 bo'lyapti. 1 plus 4 taqsim 1 taqsim 2 bo'ladi. 2 yuqoriga sakrasa 8 plus 1 9 degan natijani olamiz ekan. Bu bizga B javob bo'ladi. 30-masalamiz demak yana o'sha davriy kasrlarga oid masala. Demak buni 2 plusdan 5 taqsim 9 bo'lamiz demak 5 plus 1 taqsim 9 plus 8 taqsim 9 bo'lamiz demak 1 plus 7 taqsim 9. Hisoblaydigan bo'lsak 18 23 taqsim 9 ko'paytiramiz 9 taqsim demak 45 46 plus 8 taqsim 9 ko'paytiramiz 9 taqsim 16. Natijada bizda 9 lar qisqarib birinchimizdan 1 taqsim 2 plus yana 1 taqsim 2 hosil bo'ladi. Yig'indimiz 1 ga teng va bu bizga C javob vazifasini bajaradi ekan. Xo'p, 7 taqsim 11 soni cheksiz davriy o'nli kasr ko'rinishga keltirildi. Hosil bo'lgan sonlar sonining 3-raqamini toping. Buni endi masalan 9 ga ko'paytirib oladigan bo'lsak, demak 63 taqsim 999. To'g'rimi? Shu yerga bitta demak yana ish qilishimiz kerak. 63 taqsim 999 bo'lsa, bu bizga qanday ko'rinishga keladi yana? Xo'p. 63 taqsim 999 bo'ladigan bo'lsa, orqasiga 0 yozib bo'lmaydi, qiymati o'zgarib ketadi. Oldiga yozib olsak bo'ladi, ya'ni 0
63 taqsim 999 deydigan bo'lsak, buni 0 butun davrida 0,63 deb yozilsa bo'ladi. Ya'ni bu quyidagicha son ekanda 0 butun 0,63 0,63 0,63 shunday ketaveradi. Xo'p, endi bizda virguldan keyin 100 raqamni toping deyapti. 103 ga bo'ladigan bo'lsak, 1 qoldiq qoladi. Demak, 0 bilan tugaydi ekanda bu. 103 ga bo'lganimizda 1 qoldiq qoladi. O'shaning uchun birinchi kelgan tartibi mana 0 birinchi turibdi. Virguldan keyin 0 bilan tugaydi deb qilsak bo'ladi. Xo'p, ana endi 32, 33, 34 oddiy kasrlar bo'lganligi uchun hisoblab o'tirmaymiz. Va 34-masalaga o'tamiz. Virguldan keyingi bitta raqamdan iborat bo'lgan o'nli kasr butun qismigacha yaxlanganda butun qismi bitta oshadi. Kasr qismi necha xil qiymat qabul qilishi mumkin deyapti. Virguldan keyin bitta raqamdan iborat bo'lgan o'nli kasr a butun b ko'rinishda bo'lgan o'nli kasr butun qismigacha yaxlanganda butun qismi bittaga oshadi. Butun qismi bittaga oshadi. Endi buni demak biz butun qismigacha yaxlaganda butun qismi bitta oshadigan bo'lsa, masalan 2,6 dan boshlashimiz mumkin. Butun qismigacha yaxlaganda 3 bo'lib ketadi. Shuning hisobiga mana b ni qabul qiladigan qiymatlari 6, 7, 8, 9 degan qiymatlarni qabul qilish mumkin. Bu shunda butun qismi kasrning butun qismi bittaga ortadi deyaptimi? Bittaga oshadigan bo'ladi. Demak, bu 4 xil holatda bo'ladi ekan. Xo'p, 35-masala, demak, hisoblang deyapti. Buni hisoblaydigan bo'lsak, ko'rinib turibdi, aralash kasrni hisoblab olamiz. Ya'ni -3 taqsim 2 ko'paytiruv minusdan 2 taqsim 3 ko'paytiruv va hokazo. Xo'p, bundan keyingi qadamni nima bo'lsak bo'ladi? Minusdan demak, o'zi aslida nima bo'lardi? Ko'paytiramiz. 1 minus 5 taqsim 4 bo'lardi. Shunda bu minusdan 1 taqsim 3 bo'lardi, to'g'rimi? Keyingisi 1 minus 1 taqsim 5 bo'lardi, 0 bo'lib qoladi ekan mana. Qolganlarning hammasining javobi nima qoladi o'rtada? 0 qoladi va shuning uchun bizga C javob o'rinli bo'ladi ekan. Xo'p, 36-chi a va b natural son uchun tenglik o'rinli bo'lsa deyapti. Shu ifodaning qiymatini toping. Demak, bu qanday ko'rinishda bo'ladi? Qarang mana. Endi a va b natural sonlar bo'lganligi uchun a plus b taqsim 9 deb yozishga majburmiz. Plus b plus a taqsim 9 barobar 6 plus 6 taqsim 9. Demak, a plus b ning qiymati nimaga teng bo'lyapti bizda? Demak, 6 ga teng bo'lyapti. Shakllantirsak ham ko'rinadi. Ya'ni a plus b plus a plus b taqsim 9 barobar 6 plus 6 taqsim 9 bo'lyapti mana. Buni a plus buni 6 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Ikki ifodaning xo'p, eng katta qiymatini toping deyapti. Eng katta qiymat bo'lishi uchun bu yerda AB ning maksimal qiymatini topishimiz kerak. AB maksimal bo'lishi uchun biz bunga 3 ko'paytirib 3 deb tanlab olamiz. Shunda maksimal qiymat 9 bo'ladi. Yuqorida ifodaning qiymati 2 ko'paygan 9 minus 3 16 ga teng bo'ladimi shunda? Xo'p, boshqa holat yo'q. Tenglik natural sonlar bo'ladigan bo'lsa, nega javob yo'q? Eng katta qiymat 16 bo'lyapti. Xo'p, endi bu yerda agar turli bo'ladigan bo'lsa, bir xil tanlab qo'ydim. A bilan buni agar turli deb qaraydigan bo'lsak, boshqacha hisob-kitob bo'ladi. Ya'ni 4 ga 2 bo'ladi. AB ning qiymati 8 bo'ladi. 16, 13 degan javob. Xato bo'lyaptimi qayerdadir? Demak, menimcha bu yerda a va b natural sonlarni bir-biriga teng emasligi aytilmagan. Shuning uchun biz a teng 3, b teng 3 deb olishga haqqimiz bor. Shu ifodaning maksimal qiymati shunda 2 ko'paytirib 3 ko'paytirib 3 minus 3, ya'ni 16 ga teng deb qabul qilamiz. Javoblarni bir ko'rish kerak yana qaytadan mualliflar. Xo'p, 37-masalaga qaraymiz. 1 taqsim 2 plus 2 taqsim 3 plus 3 taqsim 2 va hokazo
yig'indini hisoblang deyapti. Endi bu yerda mahraj 3 bo'lganlar faqat juft sonlar, ya'ni 2 plus 4 plus 6 plus va hokazo 100 gacha bo'lgan. Taqsim 3 plus mahraj 2 bo'lganlar 1 plus 3 plus va hokazo 99 taqsim 2 bo'ladi ekan. Demak, biz agar juft sonlarni yig'adigan bo'lsak, birinchi hadimiz 2 plus oxirgi hadimiz progressivni yig'yapmiz. 100 taqsim 2 ko'paytirib bu yerda hadlar soni 50 ta. Taqsim 3 plus demak 1 plus 99 taqsim 2 ko'paygan bu yerda ham hadlar soni 50 ta. Demak, taqsim 2 bo'ladi ekan. Natijada bizda 102 taqsim 3 ko'paytirib 25 hosil bo'ladi. Plus va bu yerda demak 150 ko'paytirib 25 hosil bo'ladi ekan. Ikkalasidan 25 ta olib chiqib ketadigan bo'lsak, 50 plus demak 34 hosil bo'ladi. Ya'ni javobimiz 25 ko'paytiruv 84 bo'ladi ekan. Va bu ko'paytma bizda 2100 ga teng. Shuning uchun B javob. Xo'p, 38-masalaga qaraymiz endi. 38-masalamiz 4a plus son natron son bo'lib, a ning kasr qismini qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisini toping deyapti. Xo'p, ana endi e'tibor beramiz. Bizda 4 ko'paytiruv a plus 0.6 soni natron son bo'lar ekan. Endi natron son bo'lish uchun albatta mana bu 0.4 qo'shilib qolish kerak. Nimagadir ko'paytirgan vaqtimiz, ya'ni a sonimiz quyidagicha bo'lishi kerak-da. A sonimiz 1 plus 0.4 taqsim masalan b ko'rinishda bo'ladi desak, shunda ifodaning qiymati natron son chiqaveradi. A ning kasr qismi qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisini toping deyapti. Yoki boshqacha nazariya bilan qaraydigan bo'lsak, demak endi a sonining kasr qismi qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisi so'ragan. Biz buning uchun a sonini o'zini qandaydir k plus f ko'rinishda olsak, k endi butun son, k qarashli z bo'ladi, butun bo'ladi. F da kasr qism deymiz. F kasr qism, ya'ni 0 dan katta yoki teng va albatta 1 dan kichik ko'rinishda bo'ladi. Bu holatda 4 ta a sonimiz 4 ta k plus 4 ta f ko'rinishda bo'lib qoladi. Ana endi 4 ta f plus qarang, mana bu kasr-ku, mana bu 4 ta f plus 0.6 ni bular butun bo'lishini talab qilyapti. Chunki mana bu butun son bo'lgan butun bo'lib qoladi, mana 4 ta f kasr bo'lib qoladi. Butun bo'lishini talab qilyapti. Endi biz o'sha 4 ta f plus 0.6 sonimizni qandaydir yana bitta butun m soniga tenglab olsak va bu yerdan f ni qiymatini topadigan bo'lsak, m minus 0.6 taqsim 4 bo'lyapti. Demak, f ni qiymati biz shart qo'ydik, 0 orasida bo'lishi kerak dedik. Shuning uchun 0 dan katta yoki teng m minus 0.6 taqsim 4 kichik 1 tenglikda hosil qilamiz. Chunki f ga shart qo'yganmiz bo'lsa 0 orasida bo'lsin deb. Tenglikni yechadigan bo'lsak, demak 0.6 dan katta yoki teng m, kichik yoki teng 4 butun 6 degan, 4 butun 6 degan tenglikka kelamiz. Bu yerda m ning butun qiymatlari faqat 1, 2, 3, 4 bo'lishi mumkin. Endi m ning har bitta butun qiymati f ni qiymatini topsa bo'ladi. Ya'ni f barobar bo'ladi. F ni birinchi qiymati, xo'p, 1 qo'yganimizda 0.4 taqsim 4 0.1 bo'ladi. F ni ikkinchi qiymati 2 qo'yganimizda 1.4 taqsim 4 bo'ladi. Ya'ni 0.35. F ning uchinchi qiymati 2.4 taqsim 4 bo'ladi. Demak, bu 0.6. F ning to'rtinchi qiymati 3.4 taqsim 4 bo'ladi. Bu 0.85. Endi barcha o'sha f larning yig'indisi, summa f n larning yig'indisi 1 dan 4 gacha hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak,
1,9 chiqadi ekan va bu bizga D javobni eslatadi. Xo'p, endigi masalamiz, demak buni video yozib oldik, o'chirsak ham bo'laveradi. Bu bilan emas, mana bu bilan edi. Bizga bo'sh joy kerak. Tushib tashlaymiz. Xo'p, 39-chi masala. 39-chi masalada ifodaning qiymatini toping deyapti. Endi biz hammasini agar 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 400 minus 398 plus 396 minus 394 hokazo 4 minus 2 ko'rinishga kelib qoladi. Ya'ni faqat juft sonlar. Ya'ni birdan boshlab 400 gacha 400 son bo'lsa, shuni teng yarmi yozilgan, 200 son yozilgan. Lekin 200 ta sonning ham har ikkitasi ko'ryapsiz 2 ni beryapti. Ya'ni bu yerda ekkilar soni 100 ta. Biz hammasini 10 ga ko'paytirib olganimiz uchun yana 10 ga qaytadan bo'lib qo'yamiz. Demak, yig'indimizning qiymati hammasini 10 ga ko'paytirib oldik-ku. 2 ko'paygan 100 taqsim 10 bo'ladi. Javobimiz 20 ga teng bo'ladi ekan. Endigi masalamiz bir taqsim soni chekli 10 ga kasr ko'rinishga keltirib bo'lmaydigan a ning raqamlar yig'indisini toping deyapti. Demak, bu yerda a ning raqamlar yig'indisi chekli 10 ga kasr ko'rinishga keltirib bo'lmasligi uchun 2 bilan 5 qatnashmasligi kerak. Boshqa tubdan qatnashsa bo'ladi. Demak, a ning qiymatiga 3 qo'yishimiz mumkin, 6 qo'yishimiz mumkin, 5 qo'yishimiz mumkin, 7 qo'yishimiz mumkin. 8 bo'lmaydi. Demak, 9 qo'ysak buni chekli 10 ga kasr ko'rinishga keltirib bo'lib qoladi. 9 qo'ysak bo'lmaydi. Demak, shu yog'ini yig'indisi qancha bo'lyapti? Xo'p, 10 21 bo'lyapti ekan. Demak, javobimiz 21 ga teng bo'ladi ekan. Endi keyingi video darslarda nasib bo'lsa tez orada ulashamiz. Birinchi mavzumizning tahlili to'liq tugadi mana.